25 ta pomada va 1 dona klient. Shu boksimizning ichida 25 xillab uchun mahsulot bor va hammasi bitta odamga ketadi. Bu klientimiz oldin ham 2 marta shunaqa pomada nabor yig'dirganlar. Bu уже 3-martasi, yana novinkalaringiz kelganini ko'rib chidab tura olmadim deb yozdilar. Nima pomadangiz bo'lsa hammasidan soling, ranglarini ham o'zingizga ishondim. 2 marta boks olganman-ku sizdan dedilar. Bugun kelgan novinkalarimizni ham hammasidan qo'shdim. Agar sizga shunaqa formatdagi video qiziq bo'lsa, keyingi safar nimadan nabor yig'ishimizni kommentda yozib qo'ying. Imina siz aytgan mahsulotdan nabor yig'ishim uchun obuna bo'lishingiz shart. Magazinda shuncha pomada sotuvda borligini hali o'zim ham bilmas ekanman. Videoda общий 4 ta pomada nabor, Flower Nose'dan blesk va balzam, 9 ta blesk va 5 ta matoviy pomada bo'ldi. Oxiridagi увлажняющий balzamimizni podarka qilib qo'shganmiz. Qizlar biz har doim Telegramdan zakaz olamiz, chunki Instagramdan sizlar bizaga yoki biz sizlarga yozolmay qolishimiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, zakaz qilish uchun ekrandagi nomerga Telegramdan yozing. Keyingi videoda qanaqa kosmetikadan nabor yig'amiz.